Salom, bugun 7-iyul va mana tug'ilgan kunim. Esimni taniganimdan beri tug'ilgan kunimda faqat yig'layman. Birinchi borgan joyim onajonimning qabrlari bo'ldi. Keyin mashinani olib, bolalarni olib, hammamizga bittadan kofe olib, ularni maktabga tashlab, kipriklarimni yechtirdim. Undan keyin esa manikyur va pedikyurga bordim. U yerdan ham bir dunyo sovg'alar bilan soat 1da trenirovkam bor edi. Trenirovka qilib 1 soat, undan keyin yugurib ofisga bordim. Ofisda ham bir dunyo sovg'alar oldim. Mashinaning ichi to'la sovg'alar va yana salonga bordim. Salonga sochlarimni qirqtirib, ukladga qildirdim. Albatta uni qo'ya olmayman. Undan keyin mashinaga chiqsam, mashinaga yana sovg'a tashlab ketishibdi. Mashinam ichi sovg'alardan to'lib ketdi. Keyin esa bugungi kun uchun borib, tezda kiyim tanlab oldim. Uyga kelib barcha sovg'alarni raspakovka qildim. Hammaga kattakon rahmat. Keyin esa kiyinib, bolalarni kiyintirib, eng yaqinlarim bilan birgalikda o'tirib ovqatlandik va hammaga paka. 28 yoshim, xush kelibsan.